Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. Bugun 2026-yil 19-iyun sanasida zakaz pritsepimiz topshirilyapti. Necha kun oldin zakaz qilib o'dingiz aka? Qaysi tumandan keldingiz? Kasb tumani. Kasb tumanidan. Bir hafta oldin zakaz qilib o'dingiz. Pritsep ma'qul bo'ldimi? Matiz balonlari bilan deganlar, Matiz balonlari bilan qo'yib berdik. 2 metrga 1.30 razmerda. Mana bu hujjatingiz aka, GAIga borasiz, 10 kun ichida nomer texpasport olasiz. Shu spravka 10 kungacha O'zbekiston любой точкasiga bemalol yuraverasiz. Shu bilan. Ha. Hurmatli yurtdoshlar, bitta ma'lumotni aytib o'tamiz. Oldin bitta like ni bosasiz. Obuna bo'lamiz. Keyin kimga 1 mostlik, 2 mostlik pritseplar kerak bo'lsa, tayyor pritseplarimiz bor. Yana ma'lumot kerak, GAI qanaqa holatda E kategoriya so'raydi, qanaqa holatda qanaqa nima bilan kategoriya bilan pritsep boshqarsak bo'ladi deb ko'p ma'lumot so'raydilar. Mana shu pastda nomerlarimiz bo'ladi. Nomerlarimizga bog'lanasizlar, qo'ldan kelganicha ma'lumot berib o'tamiz. Biz 2016-yildan beri pritsep ishlab chiqaramiz. O'zimiz Xorazmlikmiz. Qashqadaryo viloyat Qarshi shahrida 5 yil bo'ldi pritsep ishlab chiqaramiz. Oldin Xorazmda 5 yil pritsep ishlab chiqarganmiz. Har xil bugun 4 ta pritsepimiz sotilgan. Mana u Ko'kdala tumaniga, bu Kasb tumaniga, mana bu yerda mana Surxondaryodan bitta ana ko'rsatib yuborasan nimani? Kobaltni. Surxondaryo tumanidan kelgan, Surxondaryo viloyatidan qaysidir tumanidan. Pritsep ma'qul bo'ldimi aka? Ma'qul. Yaxshi kunlarga ishlating, barakasini bersin. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Ma'quldan boshqasini bilmaysiz ekan. Shunday. Mayli yaxshi. Davay, Instagram